Bugun biz sizlar bilan sizda ovulyatsiya kuzatilayotganligini bildiruvchi belgilarni sanab o'tamiz. Bu belgilar o'rtacha 21 kundan 35 kungacha hayz davomiyligiga ega bo'lgan ayollarda hayz siklining o'rtasida kuzatilishi kerak. UZI tekshiruvida ko'rganimizda tuxumdonlarda o'ng taraflama yoki chap taraflama yoki ikkalasida sariq tananing aniqlanishi, sariq tananing bo'lishi, bachadonni endometriy qavatining o'rtacha 8-10 mm gacha bo'lishi, Douglas bo'shlig'ida erkin suyuqlik ajralishi. Ayollarda qovoqning chap yoki o'ng sohasida simirlovchi og'riqlarning kuzatilishi, bachadon bo'ynini ko'rganimizda qorachiq simptomining borligi, bachadon bo'yni shilimshig'ini ko'rganimizda cho'ziluvchanligi 9 cm dan katta bo'lishi, bu bizda ovulyatsiya borligini bildiradi. Demak, sizda yuqorida sanab o'tilgan belgilar kuzatilayotgan bo'lsa, sizda homiladorlik bo'lish imkoniyatingiz bor degani. Aziz ayollar, o'zingizga e'tiborli bo'ling.